أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün dersimizin 20. hadisini sözlep ötmekçi. 20. hadiste namaz okuğucu kişi seferde bulup kalsa o özünün mingen uluğu haydigen maşinesi kaysi taraf yüzlengen kaysi tarafga ketivatkan bulsa o şu ulaq mingen haydigen maşineside namaz okusa fariz namazın başka xalığan namaz okusa buludu degen bu meselege qarata ders yapmakçı. التاسع عشر 19. حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. O zat mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tügüsü, rahile degen yük atılıdığan, yükni kötürep mağıdığan, yani seferge işletidığan, yıraqlağı işletidığan tügü bolğanlığı üçün naqatur rahile, yani seferge işletilidığan, yük atılıdığan tüge demekçi. Şunun için bu tügünü mevsupni hazf qilib süpetni degen tügüsü üstüde o tüge kayınğı yüzlense, meyli şerik, meyli garip, qaysi taraf yüzlense şu tarafga namaz okuyuptu. Faize eradel farize. Ama fariz namazda okumakçı bolsa, onu okaydigan vaqtda uluğudun, tügüsüdün çüp, fastaqbalal qibla, qiblaga aldını qilib namaz okuyuptu dedi. Mana bu hadis bilen farizdin başka namazının mingen ulaq, haydigen maşine qaysi buluştun qat'i nazar o namaz okusa buluduğanlıqqa dalalat kılıdı. El-ma'na'l am min fazlillahi ve rahmetihi ve keremihi alel ummetil islamiyye en yessera laha subulet ta'a ve fetaha laha ebvabel ibade fi şettez zurub ve muhtelifil ahval. Allah subhanahu ve taala İslam ümmetige fazli rahmet, merhamet kılıp o ümmet üçün itaat kılış yollarını kolaylaştırdı ve ümmetke her xil şarait, oxşumuğan ahvallarda ibadet kılışının işiklerini içivetti. جعل لها الأرض كلها مسجدا وشرع لها ذكره تعالى باللسان والقلب قياما وقعودا وعلى الجنوب ويسر التقرب إليه بالصلاة على الضابة دون التقييد باستقبال القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله. Allah o ümmet için zeminin hemmesini, toprakның hemmesini secde kılıdığan urun kıldı ve ümmetke özünü til bilen, kalbi bilen, yürütürgan haletide, olturgan haletide, yeni yatkan haletide esleşni yolga koydu ve özüge ulaq üstüde turup qiblaga aldını qilishni qayd qilmay namaz o'qish bilan yaqinlik qilishni oson qildi. Fa aynama tuvallu fasamma vajhullah. Naga yuzingni o'rsanglar u yerda Allohning rizoligi, Allohning zoti bor deb.
وبلغ رسول الله ما أوحي إليه قولا وعملا وهو في هذا يسافر على راحلته فينوي صلاة النافلة لا يتحرى بوجهه وصدره القبلة بل جهة السير والمقصد ولا يقف في مواطن الوقوف في الصلاة ولا يجلس في مواطن جلوسها ولا يسجد سجودها بل هو على طبيعة الراكب في جلوسه على دابته يومئ عند الركوع ويخفض رأسه أكثر من الركوع عند السجود. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüge vahiy qilingan vahiyni uhiya degan qilingan vahiyni so'zi bilan amaliyati bilan yetkizdi. U payg'ambarim bu ishda ulug'i ustiga safar qilib nafl namozga niyat qildi. Yuzi qalbi bilan qiblaga yuzlanmi balki yo'l tarafga ko'zlagan maqsad tarafga yuzlanadi. Namazda turadigan, to'xtaydigan o'rinlarda to'xtamay, o'ltiradigan o'rinlarda o'ltamay, sajdasini sajda qilmay, balki payg'ambarim uloqqa minguchi o'zining ulug'i ustida o'ltirgan tabiatida rukuda ishorat qiladi, beshini sajda qilgan chaqda rukudan bakroq pastlaydi. Shu holda tilka shariatullohi fin nafila fis safar. Mana bu Allah subhanahu va taolaning naflidagi safar holatida shariati qulaylikdir va taysir, qulay qilish va la haraj va buningda mushaqqat qilish yo'q. Ammal fariza falaha waz'uha. Amma farizga kelganda u farizning o'zining ayrim ahvoli bor. Kana sallallohu alayhi va sallam yanzilu fayastaqbilul qiblata fayusalli alal ard. Payg'ambar alayhi salatu vasallam mashinadan tushib, ulug'idan tushib, qiblaga oldini qilib, zimin ustida namoz o'qitdi. Laysa fi zalika mushaqqat. Buningda mushaqqat yo'q. Fahiya daqa'iq va laha vaqtuha al-muhaddad wal muwassa'. O namoz bir necha daqiqa bo'lib, namozning muayyan vaqti va kengri vaqti bor. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbi Allah subhanahu va taologa go'zal maqtash bo'lsin. Demak, umumiy ma'nosi shu. Islom dini umumatan musulmonlarga qulaylik dini va osonlik dini. Nada qiyinchilik, mushaqqat, jafo, ta'sirlik bo'ladi ekan, islom shu yerda, shu holda musulmonlarga qulaylikning yo'lini ochgan. Namoz o'quvchi nafl namozni qiblaga oldini qilish yoki o'ri turish yoki ruku sajda qilishni islom shart qilmagan holatida qaysi tarafga ulug'i yuzlansa shu tarafga qarab turib namoz o'qisa bo'ladiganligini, bu orqali safarni buyuydi so'zlar bilan yoki paranglar bilan o'tkazayotmasdan Allohga ibodat qilib turib, ibodat qilgan holatida o'tkazishga islom ruxsat qildi. Al-mabahisul arabiyya, bu arabcha tadqiq qilinadigan so'zlar. Kanan Nabiy sallallohu alayhi va sallam yusalli ala rahilatihi. Payg'ambarim ulug'i ustida namoz o'qitdi. Rahila degan an-naqatu allati tasluhu li an tarhala. Ko'chirishga yaraydigan, safarga yaraydigan uloq, ya'ni tuga demakchi. Va tuqalu ala az-zakari wal unsa min al-ibl. Bu so'zni erkak va kishi tugi deyiladi. Mayli tugi erkak bo'lsin, kishi bo'lsin, o'xshashlar deyiladi. Qalahul Javhari, buni Javhari degan. Va qala Ibn al-Asir ar-rahilatu min al-ibli
el-ba'irul qaviyyu alel asfari vel ahmal. İbnül Esir tügünün içindeki rahile dep atılığıdığın tüge seferge, yükni kötüreşke, güçlük tügünü dilidir deydi. Ve rahile de sefer kıla alaydıgan, açıksa mana alaydıgan, yüklense kötürek mana alaydıgan küçüğa mezmut tügünü rahile dilidigen. Kerip kağan, uruklap kağan, kesel jambup kağan, ayaki seferge açık çıkı yaramaydıgan tügüle rahile deyilmeydi. Ve zekaru vel unsa fi sava. Erkekki kişisi bunun da okşaş. Meyle erkek tügü bolsa mı rahile, kişi tügü bolsa mı rahile. Okşaş değildir o. Rahiledeki mübalağı üçün, muannes kılış üçün emes. Rahiledeki hini təni muanneslikning təsi emas, mübalığının təsi, yəni bək səfər qılıdığan, səfərgi yaraydıgan, səfər üçün, yük götürəş üçün ərziydigan tügə deməkdir. Haysu tevəccəhət bih, yəni ilə cihətil qiblə əv qayriha, nəgi yüzlənsə demək digini, qiblə tərəfgə, yak onundan başqa şərq, qərib, şimal, her qaysı tərəflik yüzlənsə buludu, yüzləngen tərəfki qarab durub namaz oxuza buludu deməkdir. Fiqhul hadis, həzəl hadisu nəssun fi cəvazi tənəffül aləl rahiləti fi safar haysu təvəccəhət. Hadisinin məzmunu. Bu hadis səfərdə, ulaq üstüdə nəpli namaz oquşunun durustluğunun uçuq delili. O ulaq nə yüzlənsə. Qalen Nevevi və həzə caizun bi icma'il muslimin. İmam-ı Nevevi bu bütün Müslümanların birliki bilen durust. Yani səfərə çıxan çağda ulaq qaysı tərəfə qarab yüzlənsə, mansa şu tərəfə qarab namaz oxusa buludu. وشرط ألا يكون سفر معصية. Səfərinin məsiyyət səfəri bulmaslığı şərt etilindi. Səfər Allah Teala'ya asilik kılıdığan, Allah Teala çəkilgən işten kılıdığan səfər bulmaslığı. Yani oğuluk kılışqa, adam öldürüşke, Müslümanlığa karşı turuşka, ya ki Müslümanları zehirleydiğen soda ticaret bolsun mu, cazana üstüge kurulgan soda ticaret asasıdaki sefer bolsa bulmaydı. İzla yecuzu terhis bir şeyin minel ruhası sefer li'asin bir seferiye. Çünkü seferinin ruhsatlarından bire nesi bilen ruhsat kılış özünün səfirdə asilik qılğan kişi üçün durust bulmaydı. Səfərdə namazını cəmə qılış, namazını qəsr qılış, şundaqla qaysı tərəfə qarab namaz oxusa ruxsat qılış, tin ibarət nurgun ruxsatlar var, səfərinin ruxsatlarından. Mana bu nəsi bilən səfirdə asilik qılğan kişiyə ruxsat qılışqa doğru bulmaydı. Kəmən safərə li qatli nəfsin əv li qat'i təriqin əv aqan li valideyhi əv naşizən alə zavcihə. Məsələn, bir kişini öldürüş üçün səfər qılğan kişiyə oxşar. Adam öldürüş İslamlı cinayət, kəbiri günah. Bir adamni öldürmek için ben de sefer kılgan bolsa, bu adamga seferinin ruhsatlarından ruhsat kılış dursamaz. Ya ki Müslümanların yolunu tosmakçı, mal dünyalarını talan taraş kılmakçı, ya Müslümanların birer bir işlerine ziyan salmakçı. Ya ki ata-anasını, köңlünü ağırtkan, dilini rencitken,
qaqshitgan, shu sabab uydan chiqib ketgan, uydan qochib ketgan yoki boshqa yurtlarga ketmoqchi bo'lgan atasidan qaydab mana bu yoki eriga yo'g'onlik qilib eridan yamallab qochib ketgan, eridan qaydab qochib ketgan, boshqa erining ruxsatini olmay uydan chiqib ketgan o'xshagan shakldagi ma'siyat safarlariga safarda qilinadigan ruxsatdan hech birisi qilinmaydi. Summa qol kin Navaviy dedi ve yecuzu tenappulu ala'l rahile fi qasir safari ve tavilihi inde Şafi'iyye ve indel cumhur. Uloq ustida nafli namoz o'qish qisqa safar ve uzun seferde durust buludu Şafi'iyye ve cumhur ulamalarının karşıda. İmam Şafii bilen cumhur ulamalarının karşıda durust sefer kısa bolsun, uzun bolsun seferde buludu iken. Ve la yecuzu fi dâhilil beled ve havliha min gayri safar. Özü yaşayotgan şehirnin içinde ve onun etrafında sefer qilmay namoz o'qish durust emas. Biz qaysi shaharda turayotgan bo'lsak, shu shaharning ichida safar qilmadik yoki uning atroflarida shu shaharga tutash bo'lgan yiroqroq mahallalarda birib qolgan bo'lsak, bu durust emas. Masalan, ba'zi shaharlar 40-50 kilometr bor cho'ngligi, ma tarafdagi shaharninki ma tarafidagi inson yana bir tarafiga chiqmoqchi. Unda da o safar bo'lamdi desa, ya safar emas, ya bugun kiralaydi, ya at kiralaydi, lekin u vaqtda o'qisa bo'lmaydi. Ve en bazı Şafi'iyye ennehu yecuzu tenaffulu fil belde ve havliha min gayri safar ala dabbe. Şafii ulamalarının bazılarının şehirnin özüde ve onun etrafında uloq ustiga safar qilmay naflin o'qish durust bo'ladi deb kelgan. Yani uloqda safar qilmasa, ama minib piyoda safar qilgan bo'lsa bu chaqda bo'ladi dedi. Va huwa qawl Abi Yusuf sahib Abi Hanifa. Bu Abi Hanifa'nın sahibi Abi Yusuf rahimahullah'ın sözüdür. Ve an Malik ennehu la yecuzu illa fi safarin taksuru fihi salah. İmam Malik rahimahullah'tan rivayet kılınışça nafli namoz o'qish faqatla uningda namoz qasr qilinadigan safarda durust. Namoz qasr qilinadigan safar bo'lsa durust. Bu bo'lsa durust emas. Qala Navaviy huwa qawlun g'arib. Imam Navaviy bu haqqa bir yot bir so'z dedi. Qala al-ulama va utubirat at-tariq al-maqsud badalan min al-qibla بحيث لا يجوز الانحراف عن الطريق المقصود عامدا لغير حاجة المسير إلا إذا كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره بالمعنى من ذلك yol kıblenin onu da maksat hesaplandı. Xuddi namozni kıbleye qarab o'qimasa, o namaz bo'lmaganidek yol musafir kishi uchun nafli namoz o'qimoqchi bo'lsa, qiblaning o'rnidagi maqsad. Ya'ni maqsad qilingan yo'ldan qasddan chatnab chiqish to'g'ri emas shaklida uloqning ehtiyojidan boshqa, shu yo'lning ehtiyoji ya uloqning ehtiyoji uchun yo'lning sirtiga chiqmagan holda qasddan yo'lning sirtiga chiqib ketsa, u yoqqa chiqib ketsa, u durust emas. Yo'lning o'zi qiblaning o'rnidagi maqsad. Lekin illa in kana sair, lekin u kishi qibladan boshqa qibla tarafdan boshqa yo'linishga mangan bo'lsa,
an qibla taraf yuzlangan bo'lsa, bu o kishiga nafl namoz o'qig'izni ham yetkazolmaydi. Ana mangan taraf qiblaning g'ayri taraf. O kishi qiblaga bir qalab o'qiyadi deb qibla tarafga qaragan bo'lsa, o ziyon emas. Ammo yo'ldan chiqib ketib, yana boshqa chig'ir yo'lliga, arqa bo'jakdagi yo'lliga yoki yo'lning sirtiga ichki tarafiga chiqib ketgan bo'lsa, u bo'lmaydi. Va hal yushtaratu an yaftatiha as-salata bi istiqbal al-qibla? Namozni qiblaga oldini qilish bilan boshlash shartmi? Buningda ixtilof bor. Va zohiru annahu la yushtaratu li zahiri umum al-hadis. Aniq, ro'shan ish hadisning umumiy ko'rinishiga asosan shart emas. Bu shart etilmaydi. Namozni oldi bilan qiblaga qarab turib boshlab o'tib, ondan qaysi tarafga qarab o'qisa bo'lamdi, yoki unda emasmi desa, yo unda emas. ولم يوضح الحديث كيفية صلاة الراحلة. Hadis ular ustida qaysi xil shaklda namoz o'qishni oydinlashtirib bermadi, yuritib bermadi. Lakin fi rivoyat al-Bukhari an Amr ibn Rabi'a qal ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ala ar-rahila yusabbihu ay yatanaffal yumi'u bi ra'sihi qabla ay wajhin tawajjah. Lekin Buxoriyning rivoyatida Amir ibn Rabi'dan rivoyat qilinib mundaq dedi. Men payg'ambar alayhisolatu vasallamning unugi ustida, ya'ni tugisi ustida nafl namoz o'qiyotganligini ko'rdim. Beshi bilan ishorat qilg'iliq yuzlangan qaysi tarafga qarab. Va zahiruhu al-ima'u fi ar-ruku'i va sujud ma'an. Bu hadisning chiqitqini ruku sujudda ishorat qilish degan gap chiqadi. Walakin al-fuqaha qalu yakunu al-ima'u fi as-sujud akhbaz min ar-ruku'. İşaret qilsa bo'ladi dedi. Ammo farqi bormi desa, fuqaholar bunda dedi. Sajdada ishorat qilish rukudan pastroq bo'ladi. Rukuda beshnamunda aksa sajdada uningdan bakroq egadi. Liyakuna al-badal ala waqf al-asl. Kimkisi aslidagiga uyg'un bo'lish uchun asli sajdada beshini yerga qo'ysa, rukudicho beshini egitdi. Ashunga o'xshagan ularning ustiga mingan dima kimkisi, ya'ni ruku din sajda bakroq bo'lishi lozim. Va zahaba al-jumhur ila talab as-sujud ala ad-dabba liman qadara alayhi wa tamakkana minhu duna mushaqqa. Jumhur ulamalar ular ustiga sajda qilishni talab qilishga bordi, uningga qodir bo'lgan va uningga imkoniyatiga ega bo'lgan kishi uchun mushaqqatsiz, jafo tortmay ular ustiga sajda qila olsa, sajda qilish kerak dedi jumhurlar. An Malik anna allazi yusalli ala ad-dabba la yasjud wa in tamakkana min as-sujud bal yumi. Imam Malik ular ustida namoz o'qigan kishi sajda qilishga qodir bo'lgan taqdirda bu sajda qilmaydi, balki ishorat qiladi. Hadis shu. Va zahirul hadis anna jawaz tark istiqbal al-qibla fi at-tanafful khasun bir-rakib dun al-mashi. Hadis tiki ochiq dalil nafl namozda qiblaga oldini qimmaslikning durust bo'lishi uloqqa minguchiga xos. Piyodaliklarga emas. Piyoda mangan bo'lsa, u namoz o'qisa bo'lmaydi. Va bihaza qala Abu Hanifa va Malik. Mana bu xil qarash bilan Imom Abu Hanifa, Imom Malik dedi. Bunun qarashi shu. Lianna zalik ruxsat, chunki bu degan ruxsat, uloqqa mingan kishiga ruxsat. Va ruxas la yuqasu alayha. Ruxsatga boshqa selishtirilmaydi. Uni selishtirib olsak bo'lmaydi. Va ajaza Shafi'iyya va al-Hanabila tanaqqul al-mashi qiyasan al-rakib. Imom Shafi'i, Imom Hanbali uloqqa piyoda mangan kishining
ulaqqa mingichiga qiyos qilib nafl namoz o'qishi durustdir. O'xshash ikkilisi safar. ولأن السر في هذه الرخصة تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكسيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم. Nima uchun shunday desa, buning sababi chunki bu ruxsat qilishdagi sir nafli namozni bandalarga nafli namoz o'qishni bandalarga osonlashtirish va uni ko'proq qilish. Ularning ajrini ko'paytirish uchun Alloh subhanahu va taolaning uliga rahmat qilish yuzasidan shu maqsad. Shunda bo'lganligi uchun yuritirib o'qisimi, ya'ni uloqqa minib o'qish durust bo'lgandan keyin piyoda minib ketib berib o'qisimi bo'ladi. غير أن بعض هؤلاء المجيزين اشترط استقبال الماشي للقبلة في إحرامه وعند الركوع والسجود. لكن piyada mang'uchi kishining nafl namoz o'qishi durust deb qaraganlarning ba'zi piyada mang'an kishining namoziga ihrom bog'lachig'ida qiblaga oldini qilishi va ruku sajda qilgan chog'ida qiblaga oldini qilishni shart etdi. Va ishtarata sujud alal arz, zaminga sajda qilishni shart etdi. Va lahu tashahhud bashiyan, o minib turib tashahhud o'qisa bo'ladi, xuddi o uy turib minib turib qiyomda tursa bo'lgandak. Va ishtarata ba'dhum at-tashahhud qoidan, ba'zanlar o'ltirgan holatida tashahhud o'qishni shart etdi. Fala yamshi illa fi halatil qiyam. O faqat o'tirgan holatini ma'noda shu o'ltirgan tashahhudni o'ltirib turib o'qiydi. Qoldi o'tirib turgan holatda boshqasini qiladi deydi. Ba'zanlar rukuda, sujuddami yana namoz o'qiydi. Na kelsa shu yerda sajda qiladi, ruku qiladi, yana qopab ikkinchi rakatga qopgan vaqtda qiroat qilgan vaqtda minglik qiroat qiladi yana. وراكب السفينة ومثله راكب الطائرة. Kemiga chiqqan kishi, uningdek orfilanga chiqqan kishi la yatanaffalu illa ila jihatil qibla litamakkunihi min al-istiqbal bi khilaf rakib ar-rahila. Kemiga chiqqan, shuningdek orfilanga chiqqan kishi faqat qibla tarafga qarab nafl o'qiydi. U qiblaga oldini qilishga qodir bo'lganligi uchun uloqqa chiqquchidan boshqa uloqqa chiqqan kishi uloqqa qayinga maqsa shu tarafga mangmay bo'lmaydi. Ammo orfilanga kemaga chiqqan kishi o orfilanni kemini haydigacha bo'lganligi uchun uning liniyasi bor, yo'li bor, shu liniya shu yo'ldan chiqatmaganlikdan o qibladan boshqa tarafga qarab namoz o'qisa bo'lmaydi. Haza qavlu Şafi'iyye vel cumhur, bu Şafii mezhebinin qarışı sözü, cumhurların sözü. Ve an Malik rivaya ennehu yecuzu lirrakibi safrina ma yecuzu lirrakibi dabbe. İmam Malik rahimahullah'ın bir rivayette kemiga chiqqan kishi uchunmi, uloqqa chiqqan kishi uchun durust bo'lgan ish durust bo'ladi deb kelgan. Ya'ni uloqqa chiqqan kishi qaysi tarafiga uliga yuzlansa, shu tarafga qarab o'qgandek o'qsa bo'ladi. Bunun selishtirsak bo'ladi bugungi kundagi mashina va insonlar ishlatadigan barcha moto, mashina, orfilan va uningdan boshqa har xil tipdagi mashinalarning biri shunga selishtiriladi. Amma al-maktubatu fala tajuzu ila ghayri al-qibla. Amma farq shuki, farz namoz qibladan boshqa tarafiga qarab o'qish durust bo'lmaydi va uloq ustida bo'lmaydi. Xuddi bugungi kunda mashina ustiga chiqib turib namoz o'qisa bo'lmaydi. Va hada mujma'un alayhi la fi shiddatil khawf. Uloq ustida qibladan boshqa tarafga qarab turib farz namozni o'qig'ili bo'lmasligiga ulamolar tarafdan birlik qilingan. Illa
Buningdan qattiq qo'rqinchi bo'layotgan holatida dushman bostirib kelish yoki dushmanning har vaqt hujum qilayotgan yo dushman qo'g'layotgan bunday holatlarda mayli nimaga mingan bo'lsin, nima ustida bo'lsin, qaysi tarafga bo'lsin, bu vaqtda namozni o'qiydi, ammo qazo qilmaydi. قال النووي فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود وهو على الدابة وهي واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح عند الشافعية. إمام النووي mundaqdi. Agar u namoz o'quvchiga qiblaga oldini qilish imkoniyati bo'lsa, yurib turish, ruku qilish, sajda qilish imkoniyati bo'lsa, u ulug'ining ustida ulug'i jim turuqliq, ulug'ining ustida kajuba va yoki uningga o'xshagan bir narsa bo'lsa, farz namozni o'qishmi durust, sahih qarashga asosan Shafi'iyning qarashida. Ya'ni uloqni to'xtatib qo'yib, uning to'psida yurib turuqliq holatida qanday yurib tura oladi desa, hammalarga ma'lum ayni zamonlarda at va tugularning ustiga bir taxtiravon deb bir narsa bor, bir nimaga o'xshash bir odam, ikki odam o'ltirolg'idek bir o'ydak, kichik o'ydak bir narsa. Shuning ustiga, ya'ni tuguning ustiga uni elib, uning ichida turib namoz o'qisa o'qiy oladi. Beshini qo'yib, ruku qilib, yurib turib o'qisa o'qiy oladi. Bunda holda bu qolsa, ham ular jim turuqliq qibla tarafga oldini qilib, bunda holda o'qisa bo'ladi. Yagichib o'qishning zarurati yo'q. Chunki yagichib o'qishning o'zimi nima desa, yagichib tushib o'qimoqchi bo'lgan kishimi qibla oldini qilish, yurib turish, ruku qilish, sajda qilish tamam. U holda bu shuni qilg'ilish imkoniyati bo'lganligi uchun bo'laveradi degan. Fa in kanat sa'iratan lam tasih ala sahih. Mingvatgan bo'lsa, sahih rivoyatga asosan udurus emas. Mingvatgan bo'lsa bo'lmaydi. Va qila tasihhu kas-safina. Ba'zan ulamalar vaqtimi durust bo'ladi, kemaga o'xshash. Dengiz ustida kemaga chiqqan vaqtda cho'g'ayni kema. Unda u vaqtda durust bo'ladi. Fa innaha tasihhu fiha al-fariza bil ijma'. Kimida bil ijma barliq mujtahidlar birlikda farz namoz o'qisa durust bo'ladi deydi. Hani bugungi kunda mashinalar haydayotganlik, yo'llar qattiq qistan, mashinani qo'yish imkoniyati taqa bo'lmagan, mashinadan chiqib ketish imkoniyati taqa bo'lmagan vaqtda dal mushuning qiyos qilinib zurriyatdan o'qisa bo'ladi. وفي بعض الروايات الصحيحة أن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله sahih bazı rivoyatlarda Allohning "Faynama tuvallu" sizlar nega yuzingni o'rsanglar shada Alloh taolaning jamoli bor degan so'zi safarda uloq ustida nafl namoz o'quvchi nafl namoz haqida tushgan deb kelgan. Qala ulama va humilat hadhihi al-aya lin-nafila fi as-safar. Bu oyat safarda nafl namoz o'qigan kishiga yuklangan, xuddi Allohning va haysuma kuntum tawallu wujuhakum shatra degan so'zi yuklanganidek. Farizlarga, nafllarga safardan boshqa. Vallohu alam. Bu oyatmi sizlar nerede bo'lsanglar yuzinglarni Masjidil Haram tarafga, mayli safarda bo'linglar, mayli mahallada bo'linglar, mayli farz o'qiyotganlar, naflni o'qiyotganlar, qanday holda bo'linglar, qibla oldida qilinglar degan yuklangandek yuqoridagi oyat safarda nafl namoz o'qigan kishiga yuklanganki, mushu oyatga asosan qaysi tarafga qarab namoz o'qisa bo'ladi deyilgan. Demak, namoz o'quvchi kishi ulug' ustida namoz o'qisa bo'ladi, illa shu ulug'ning yo'li qaysi tarafga ketgan bo'lsa, u uloq qaysi tarafni nishon qilib qo'ygan bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qisa bo'ladi. Vallohu alam va lillahil hamd. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.